O, mana qo'shnimmi? Yana yangi hayvon olib kelganmi? Nima balo? Voy qo'shni nima qilyapsiz o'y? Men senga nima deyapman? Yurma deyapman. Ey, kakras, nimadir ish kerak edi menga. Bunga uy qurib berish kerak emasmi, mabodo? Shunaqa. Bir joyda turmayapti. Bunga uy qurish kerak. Faqat bu yurib turibdi, ko'ryapsanmi? Ha, ko'ryapman, lekin yurmayapti-ku. Endi yurdi, ko'rdingmi? Ha, ko'rdim. Mana pullarni qo'y, kelishgan pulimiz doimgi narx. Ha, bo'ldi. Polisingizni buzaymi, nima qilay? Polis joyidan qo'rqinlas. Ha, mayli. Voy, menga qara, sen nima yurib turibsan u yoqdan bu yoqqa? Bitta joying qichyaptimi? Nima balo? Voy, menga qara. Senga endi ism qo'yamiz. Ana yerda ikkitasi turibdi, bittasi turibdi, bittasi o'tiribdi. Bittasiga Tursunxon, bittasiga O'tursunxon deb qo'yganman ism. Sen yuribsan-ku, senga Yursunxon deb ism qo'yamiz. Bo'ladimi? Yursunxon, malades. Endi senga uy quramiz. Polis tetish kerak avvalo. Men borib uyimdan instrumentlarimni olib kelay. Uje hayvonot bog' qilib tashyaptim bu yerga. Uyga hamma narsani olib kelib. Agar yana bir marta hayvon olib kelsa, borib uje men borib janomerga aytib beraman. Mana nimadir rejalashtiryapti. Hayvonlar bilan jang boshlamoqchiman deyman, keyin janomer aytadi, "Yo'q, qayerdan jang boshlaydi? Bu qanaydir o'zining rejasini amalga oshirmoqchi." Qanday reja desam, "Bilmayman" deydi. Keyin shu bilan aniqlashga kirishamiz. Aniqlay olmay keyin shu bilan sarson bo'lib charchab ketamiz-da, keyin shu bilan yig'ishtirib qo'yamiz bunaqa narsalar. Xotin qayerda ekan, bitta choy tamlab qo'ysa, tezroq mana ishlar qilib bo'lganimdan maza qilib choy ichib deganda maza qilardim. Voy, menga qarab bitta joyda tur olmayapsan sen nimagadir? Menga qarab bitta joyda tur, xo'pmi? Yuraverar ekan, hozir qaraylik, kelyapti. Qochib turay, xalaqit qilyapsan. Menimcha bu issiqqa shunaqa qilyapti shekilli. Ustini yopib berishim kerak. Sen qor bolasan-ku, to'g'rimi? Qor bola bo'lganing uchun ham issiq senga ta'sir qiladi. O'shaning uchun senga hozir boshqa sharoit qilib beraman, qarab tur. Birinchi men bu yerdagi hamma narsani shuni yig'ishtirib olaman, ya'ni yer bloklarida. O'ta o'simliklarida bor polizliklarning egasiga beraman keyinroq. Sen yemaysan, to'g'rimi bunaqa narsalarni? To'g'ri tepam, noto'g'rimi? Tak hozir sen mana shu joydan qatnab turgin paka, chunki o'sha seni yo'lingni buzib tashladimi, to'g'rimi? Sen mana bunaqa joydan qatnasang ham bo'laveradi. Qani yur chiqani? Aynan o'sha yo'ldan yurmasang, aynan shu yo'ldan yurmasang boshqa joydan yura olmaysanmi? Boryapti, qaytyapti. Mayli, borib qaytib tur. Hozir men mana bu yerda yer bloklashni olib tashlayman. Mana bu yerdan ham yurar ekan bu. Malades, gapga tushunar ekansan, atak jitellardek gapga tushunmasdan, vobshe nima deganimni esdan chiqarib yormas ekansan, aqlli bola ekansan, qor bola. Ya'ni sen Yursunxon sen isming. Sen endi bugundan boshlab Yursunxonsan. Sen o'zingni borib tepadagilarga, anavilarga tanishtirsang yaxshi bo'lardi. Tamam, ichida mazza qilib aylanib yurasan endi sen. Hozir bitta chotki sharoit qilib beraman senga. Tosh olib kelaman birinchi o'rinda. Ustiga ham chiqishni bilar ekan. Juda ham aqlli, malades, gap yo'q. Hozir taka o'qib beraman, lekin qarab tur, sen umringda bunaqa uyda yashamagansan, o'zi shunaqa ham yashamagansan. Sen osmondan qor bo'lib tushib turib, qor bola bo'lib qolgansan. Bunaqa endi unaqa dangal aytib tashlashim shart emas-ku, lekin aytmasam bo'lmaydi. O'zi rostdan ham qor bola qordan yasalgan, to'g'rimi? Qumdan yasalmaydi-ku. Qumdan yasalgan qor bolani ko'rganmisizlar? Qor bola bo'lmaydi, qum bola bo'ladi keyin. Sizlar umringlarda qanaqangi bolalar yasagansizlar? Men misol loy bola yasagan bo'lishim mumkin yoki taxtadan taxta bola yasagan, toshdan tosh bola yasagan bo'lishim mumkin. Esimda yo'q, lekin to'g'risi eslashga harakat qilyapman maksimalni, lekin esimga kelmayapti. Sababi yasamaganman. Yasagan bo'lsam esimga kelardi. Yasamaganim uchun ham esimga kelmayapti. Sizlar yasagan bo'lishinglar mumkin, chunki sizlarning o'ringlarda bilaman, dahshat zo'r voqealar bo'lmagan bilmadim, bo'lgan deb aytayapman. Kommentariy yozinglar albatta, sizlarning har bitta nima deyapman, kommentlaringni o'qib ko'raman. Hozir shu bugun aynan nimagadir gapirayotgan gaplarning hammasi noto'g'ri ketib qolyapti. Menimcha shu hayvonlar ko'payib ketdi qishloqqa, mana shular meni hayajonlantirib tashladi. Ko'ryapsizlar? Ender Dragon bor, Bliz bor, keyin mana bunaqangi qor bola olib kelgan mana JTL. Bilmayman keyingi videoda nima olib keladi. Menimcha shu katta ehtimol Vardenni olib kelsa kerak. Vardenni olib kelsa, lekin boru qishloqda bitta ham JTL qolmaydi. Hammasi qochib ketadi, biz yeb qo'yadi deb o'ylab. Lekin bilmaydi-ku yemasligini, chunki u yeyolmaydi-da. U yeyish uchun JTLlar kamroq bo'lish kerak. Buncha JTL desa u bo'kib qolishi mumkin. Brat, sizga eshik qilib berish kerak qayerdandir. To'g'rimi? Mana shu yerga qarab yugurib kelyapsiz-da faqat. Mana shu yerda eshik qilib beraman sizga. Takoy bo'ladi. Mana shu yerda bemalol kirib chiqsangiz bo'ladi. Xo'p, tosh qo'yaveramiz. Normali bitta ikkita qo'yamiz. Ikkita eshik qilaman, normal chiqadi-ya sizga. Sizga menimcha o'zi shunaqasi yo'qsa kerak. Xo'p, toshdan qilamiz qolgan joyini. Mana qilib takoy qilib normali bo'ladi. Lekin shu qor bola bor, qishloqda birinchi marta ko'ryapman. Shu vaqtgacha birorta qor bola kelmagandi qishlog'imizga. Siz birinchisiz, debyutantsiz, bilasizmi shuni? Qishlog'imiz debyut qildi, sizni birinchi marta qabul qilib o'ziga. Lekin qayerdan topgan JTL hayronman. Menimcha bor shu tepadan Everest cho'qqilaridan, hamma qayoqlardandir topib kelgan sizni shekilli. Menimcha shunaqa bo'lsa kerak. Endi yana ham bilmadim. Boshqa joydan topgan. O'zingiz ayting qayerdan kelgansiz?
Aytmaysizmi? Mayli aytmasangiz o'zingiz bilasiz, lekin aytganingizda juda ham zo'r ish bo'lardi. Mana shu daraxtlar olib turamiz, kerak emasmi? Kerak emas. Siz nima qilasiz? Daraxt yemaysiz, to'g'rimi? Siz daraxt yemaysiz, qor yeysiz, muz yeysiz, menimcha katta ehtimollar bilan. Boshqa narsa ovqat yeyishingiz ham mumkin. Sizga muzqaymoq olib kelib beramizmi? Shunaqa narsalar qilamiz, короче. Tak bizga 4 ta taxtani o'zi yetib turadi aka, versta yasash uchun. Sizga versta qo'yib beraman. Kerak bo'lganda ishlatasiz. Nima yasangiz bilmayman, menimcha qor bilan nimadirlar yasab tashlasangiz ham bo'laveradi. Tak bizga yarimtalik tosh kerak, lekin nechtaligini bilmadim. Maksimalni ko'proq yasaymiz ustini yopish uchun. Siz issiqdan saqlanishingiz kerak, to'g'rimi? Biroq bilaman-da men sizni, chunki men qor bolalar bilan ishlab ko'rmaganman-ku, lekin bilaman qandaysiga qishdan ular ehtiyot yozdan ehtiyot bo'lishini. Qishda ular mazza qilib yashaydi, lekin yozda issiqda erib ketishi mumkin. O'shaning uchun ham sizga shunaqa deyapman, biroq kechirasiz, tegib ketyapman sizga, lekin mazza qilib aylanib yuribsiz uyning ichiga. Hozir ustini yopsam salqingina bilan mazza qilish ham gap, mazza Pro Max qilib yashaysiz. Tak, bizga toshlarimiz yetsa bo'lgani edi. Va bitta ortib qoldi. Biroq tagingizga qo'yib beray, mana shu yerda chiqib bunday kelasizda qaraysiz. Bu yoqda qaraysiz. Bo'yingiz baland ekan, lekin endi nima qilmoqchi edim? Oynalarim bor edi, oynalarimni ishlatib qo'ygan ekanman oldinroq. Xo'p, eshik yasab boraman. Eshik kerak-ku sizga, baribir, to'g'rimi? Eshikdan kirib chiqasiz albatta. Ikkita 3 ta eshik beryapti, ikkitasini qo'yib beraman, ikki tomonga ochiladigan qilib turib, bunaqa qilamiz mana. Shunday ochiladi. Assalomu alaykum brat, deysiz, keyin xush kelibsiz deysiz. To'rdan o'ting deysiz. Shunday keladi, to'rga o'tadi. Shu yerda o'tiravering deydi. Ha, o'tiravering deysiz. Shu bilan tamom bo'ladi. Sizga bitta sandiq ham yasab beraman, hurmatingiz bor, lekin bor ichida narsalar qorlarni solib qo'yasiz. Qordan boshqa narsangiz yo'q o'zi. Menimcha bo'ldi, hammasi chotki bo'ldi. Atak mana o'rtalar ochiq turadi, sizga havo almashib turadi. Menimcha juda ham chotki bo'ldi. Derazadan kimdir kelib gaplashishi mumkin siz bilan. O'shanda to'g'ri gaplashing faqat, iltimos, chunki xafa qilib qo'ymang jetellar maksimal darajada. Hozir men qolgan toshlardan yana bir ikkita narsalar qilib berishim kerak sizga. Qarang. 3, 4, 5 talik qilsak 30 ta bo'ladi. 30 tani hozir shunday men qo'yib chiqaman. Bitta, ikkita, voy va voy. Bo'yim yetmayapti. Bo'yim past, 1.65 bo'yi o'zi shunaqa bo'ladi. Biratam, ko'ryapsizmi? 1.65 emas, bo'yim aytgancha 1.69. Normal. Menimcha men uchun normal. Endi sizlar uchun bilmayman, ne normal bo'lishi mumkin obunachilar. Lekin bo'yim 1.69. Namuncha bo'yim pastlik qilyapti. Men bunaqa qo'ysam bo'ladi-ku, o'zimni qiynamasdan. Takoy. Kallan ishlatish kerak-da, faqat kallan ishlatsa og'rimaydi obunachilar. Sizlar ham ishlatib turinglar ora-orada, lekin menimcha cho'tki chiqdi. Bor, o'zi ham bu uyni qaranglar, nima bo'lib ketdi? Hozir yana bitta hayvon paydo bo'lsa, nariga tomondan qo'shamanmi, ostiga qo'shamanmi bilmayman.